muorrixlar bu kishi haqida quyidagi so'zlarni aytadi. Bu kishi Muhammad alayhisalomdan keyingi o'rinda turgan eng yaxshi odamni o'ldirdi va Muhammad alayhisalomdan keyin ham insonlar ichidagi eng yomonini o'ldirdi. Vahshiy ibn Harb roziyallohu anhu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni suyukli bo'lgan amakisi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamni Makkadagi ishongan, tayangan kishilardan biri Hamza ibn Abdul Muttolib roziyallohu anhu Uhud g'azotida qatl qilindi. Mana shu g'azotda u kishi shahid bo'ldi va mushriklar ularni qornlarini yorib, quloq burunlarini kesib, ayollar, xususan Hind bintlar jigarini olib chaynadi. Mana shu shahidlarning sayyidi bo'lgan Hamza ibn Abdul Muttolibni o'ldirgan kishi Vahshiy ibn Harb. Va xuddi mana shu Vahshiy ibn Harb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qanday bir qalbini o'rtagan bo'lsa, qanday qilib qalbini tinlagan bo'lsa, xuddi shu suratda musulmonlarning qalbiga Yamoma kunida Musaylama kazzobni o'ldirdi va musulmonlarning qalbiga malham qo'ydi. Vahshiy ibn Harb al-Habashi, kunyasi Abu Dasma edi. Bu sahobiyning qissasi nihoyatda bir og'ir qissa, qonli qissa va mahzun, hazinli bo'lgan qissa. Vahshiy ibn Harb o'zi haqida hikoya qilib aytadi. Men Quraysh sayyidlaridan Jubayr ibn Mut'imning quli edim. Jubayrning amakisi Tuayma Badrda halok bo'ldi. Hamza ibn Abdul Muttolibning qo'lidan. Mana shu amakisini qatl qilgan, amakisini o'ldirgan Hamza ibn Muttolibga nisbatan Jubayr ibn Mut'imning qalbida bir qasos o'ti yonar edi. Va to Hamza ibn Abdul Muttolibni o'ldirmagunicha, o'ldirishlikka qasam ichdi. Lot va Manot xudolarni o'rtaga qo'ygan bo'ldi. Va mana shu Hamzani roziyallohu anhuni o'ldirishlikka bo'lgan fursatni qo'lladi. Uning bu kuchligi uzoqqa cho'zilmadi. Abu Sufyon boshchiligidagi Quraysh mushriklari va bir qancha o'zini ittifoqdoshlarini jamlashdi va Uhudga qarab kelishdi. Abu Sufyon mana shu Uhud g'azotiga tayyorgarlik ko'rib kelar ekan, bir qancha Quraysh ayollarini o'zlaridan olib kelishlikni to'g'ri deb bildi. Uni maqsadi shundan iborat ediki, agar Quraysh mushriklari Quraysh qo'shini orqaga chekinmoqchi bo'lsa yoki orqaga bir qochmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ayollar ularni shijoatlantirishlik uchun, oldiga turishlik uchun orqada turishligini ma'qul deb ko'rdi va o'zining ayoli Hind binti Utbani ularga boshliq qilib, bir to'p mushrika ayollar ham jangga kelishdi. Hind binti Utba Badr g'azotida o'zini otasi, amakisi va ukasidan ayrilgan edi. Utba ibn Robiyani Hamza ibn Abdul Muttolib o'ldirgan edi. Bular ana shu Badrda o'tgan alamini, qasosini olishlik uchun Uhudga yetib kelishdi. Vahshiy ibn Harb qissasini davom etkizib aytadi: "Men bu qo'shin Uhudga qarab kelar ekan, ayollar bilan oxirroqda kelar edim. Shunda menga ana shu o'zimni sayyidim aytdiki, "Ey Abu Dasma, ozod bo'lishingni xohlaysanmi?" dedi. Shunda men aytdim, "Qanday qilib?" dedi. "Kim meni ozod qiladi?" "Men ozod qilaman" dedi. "Qanaqa qilib ozod qilasiz?" "Sen meni amakimni o'ldirgan Hamza ibn Abdul Muttolibni o'ldirib bersang, men seni ozod qilaman" dedi. Aytdiki, "Buni kim oldida aytishingiz mumkin? Men qanday ishonishim mumkin? Kim menga kafillik beradi?" deganda, "Men senga odamlar o'rtasida qasam ichib so'z beraman. Agar sen Hamzani o'ldirsang, men seni ozod qilaman" dedi. "Shu ishni qilaman" dedim. Va yo'lda ketarkanmiz har safar qo'limda quyoshning nurida charaqlab turgan nayzani ko'rgan Hind o'tar ekan yoki men u Hindning oldidan o'tar ekanman, menga qarardida, "Ey Abu Dasma, qalblarimizga bir shifo bermaysanmi? Hamzani o'ldirishingdan" deb qo'yar edi. Men Habashi edim. Nayza otishlikda nihoyatda mohir edim. Ana shu nayzani oldim, bitta maqsad bilan Uhudga chiqib bordim. Hamzani ikkita qo'shin Uhudda bir bilan to'qnash kelgandan keyin Hamza ibn Abdul Muttolibni uzoqlashtirishga to'g'ri kelmadi. Chunki u musulmon qo'shinidagi yagona jangchilardan edi. Arablarning ichida pahlavonlari jang maydoniga chiqqanda ro'parada turgan dushman qo'shinini eng sara jangchilari, eng pahlavonlarini o'ziga chaqirishlik uchun boshiga tuyoq tufatini qistirishib olardi. Ya'ni eng zo'ri men oldimga kel. Men bu qo'shinda eng zo'riman degandek bu chaqiruv edi.
Uni bu chaqiruvga mushuklardan birortasi javob bera olmas edi. Ro'parasi hech kim to'g'ri kelmas edi. To'g'ri kelganini Hamza ibn Tolib qilichi bilan chopib o'ldirar edi. Bekarga Asadulloh degan laqab olmagandi bu zot. Vaqt bo'ladim, bir toshning orqasiga o'tib turib, Hamzaga hamla qilishlik uchun, nayza otishlik uchun qulay fursatni poylab turganimda, Quraysh suvoriylaridan Sibo ibn Abdul Uzzo: "Ey Hamza, men bilan yakkama-yakkaga chiqqin. Ey Hamza, menga yakkama-yakkaga chiqin" deb baqirdi. Shunda Hamza uni qabul qildi-da, "Kel meni oldimga" dedi. Bu Sibo uni oldiga kelishligi bilan Hamza bir zarba bilan uni urib, qoniga belaverib yotkizib qo'ydi. Shunda mana shu holatda turganda nayzani otishlikka juda bir qulay bir holat bo'ldi. Va rostmoni mo'ljaladim, nayzani otdim. Nayza uni qonining pastki qismiga kirdi, orqasidan oyog'im orqasidan chiqib qoldi dedi. Lekin yiqilgani yo'q. Men tomonga qaradi-da, bir necha qadam tashlab keldi. O'lim ko'zimga ko'rindi, lekin shunda Hamza shunda yiqildi, oldiga bordim, o'lganligini aniq bilganimdan keyin nayzani sug'urdim, o'zimizni qo'shinimni chodir tomonga qarab bordim. Chunki Hamzadan boshqa meni mo'ljallagan birorta kishim yo'q edi. O'zimni ozod bo'lishimga sabab bo'ladigan ishni bajarib bo'lgan edi. Uhud kuni musulmonlar Alloh taolo ularga tezda g'alabani berdi. 7-8 marta bayrog'ini yiqitishdi. 1 soatga yetmagan muddat ichida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ko'rsatmasiga, Rasulullohning buyrug'iga so'zsiz itoat qilib turgan paytlarda Alloh taolo g'alabani nihoyatda tez berdi. Mushrik qo'shinlari qochdi, musulmonlar orqasidan quvib bordi. Orqada qolganlar o'ljalarni yig'ishtirishni boshladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu Romat cho'qqisiga 50 ta kamonchini qo'yib qo'ygandiki, biz yengsak ham, yengilsak ham, qirilib ketsak ham, o'lja yig'sak ham, mendan ochiq bir buyruq, ochiq ko'rsatma kelmagunicha o'lmanglar deb tarqilmaysizlar degan edi. Ana shu orqani to'sib turgan tog' ustida 50 ta kamonchi turdi. Xolid ibn Valid boshchiligidagi qo'shin bir necha marta harakat qildi musulmonlarni orqasidan aylanib kelib urishlikka, lekin Rasulullohning so'zida turgan 50 ta kamonchi ularni qaytarib turgan edi. Endi qachonki g'alaba musulmonlarning ko'ziga ko'rinib, orqasidan o'lja qidirib ketib qolganlaridan keyin orqa ochilib qoldi, 50 ta kamon tushib ketdi devadan va Xolid ibn Valid orqadan keldi. Musulmonlar ikkita o'tda o'rtasida qoldi. Musulmonlar yengilishdi. Juda ko'p. Mana musulmonlardan 70 kishi shahid bo'ldi. Ayollar musulmon shahid bo'layotgan jussalarning ustidan haqoratlarni qilar edi. Quloqlarini, burunlarini kesishar edi, ko'zlarini o'yar edi. Hatto Hind bint Utba ana shu shahid bo'lgan kishilarning quloq burunlaridan kesib, bo'yniga shoda qilib ilib olgan edi. Hamzani o'ldirganligini ko'rgandan keyin quloqdagi, qo'lidagi tillarni yechib, "Mana bu narsani olgin. Ehtiyot qilgin, kerak bo'ladi. Bu juda ham qimmatbaho buyumlar" dedi. Hamza ibn Abdul Muttolibning qornini yorgizdi, jigarini olib berib, jigarini chaynayman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'azot tugadi, mushriklar ketdi va musulmonlarni shahid bo'layotgan jussalarini oldiga kelganda Payg'ambar alayhisalom bu shahidlarga nisbatan qilingan muomalani qattiq iztirobga tushdi. Va Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam amakisini Hamza ibn Abdul Muttolibni ko'rganda, hatto mana shu ovoz chiqarib qilib yig'laganda ovoz chiqarishga bersa qattiq yig'ladi. Rasululloh shu kungacha hech qachon bunday yig'lamagan bo'ladi. Shunda Payg'ambar alayhisalom yaxshi ko'rgan amakisini bunday bir haqorat qilinganini ko'rib turib, jahl uzatdiki, Allohga qasam, agar Alloh Uhud Quraysh ustidan meni g'olib qilsa, 70 tasini musla qilaman dedi. Keyin bu narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilmadi, bu narsadan qaytdi. Abu Dasmaning, Vahshiy ibn Harbning sayyidi Jubayr ibn Mut'im so'zida turdi, uni ozod qildi. Aytadi, ozod bo'ldim, endi qur kishi holatda yashadim. Lekin musulmonlar Uhudda yengilishiga qaramasdan Muhammadning dini kundan kunga rivoj topib bordi. Unga erishganlar soni ko'payib bordi. Soat sayin ularning adadi ko'payib bordi. Shunda Makka fathiga Muhammad qo'shin bilan kelayotganini eshitdimda, Toifga qarab qochib ketdim. Toifga bordim va Toif yerida bir qancha muddat yashaganimdan keyin Toif ahlidan bir to'p vakillar Muhammadga taslim bo'lib, Muhammadning diniga o'tish haqidagi xabar bilan bay'at bergani Makkaga ketishdi. Shunda endi men Yamanga qochib ketaman shekilli yoki Shomga qochib ketaman shekilli deb turgan paytimda bir aql shu joyda bo'lgan bir farosatli kishi: "Ey Abu Dasma, senga voy bo'lsin. Muhammad hargiz shahodat kalimasini aytganlarni qatl qilmaydi. Sen tezlik bilan borib iymon kalimasini aytib olgin" dedi.
Toifdan Yasribga, Madinaga qarab bordim. Madinaga kirganimda ehtiyotkorlik bilan qo'rqib pisib, so'rab surishtirdim. Muhammad alayhisalom masjid ekanligini topdim. Oldiga bordimda Rasululloh o'tirgan edi. Shunday borib turib, halol Rasululloh unga qaramasdan turib, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh dedi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni ko'zini ko'tardida, Vahshiy ibn Harb senmisan dedi. Ha men dedi. O'tir dedi. Amakimni qanday o'ldirding aytib berdi. O'tirdim, so'zga itoat qilgan holda va birma-bir bo'lib o'tgan narsani aytib berdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu qissani eshitgandan keyin ey Vahshiy senga voy bo'lsin. Bugundan boshlab ro'paramdan ko'rinmagin hech qachon dedi. Shu sahobiyni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam peshonamga kelmagan, seni ko'rmay hech qachon dedi. Vahshiy ibn Harb aytadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot qilgunga qadar shu buyrug'iga itoat qildim, peshonasiga hech qachon chiqmadim. Rasululloh bir joyda o'tirib, suhbat qo'ymoqchi bo'lsa, sahobalar hammasi intilardi, birinchi safga oldinda o'tirishga kerak, lekin men oxirroqda o'tirishga harakat qildim, chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam meni yuzimni ko'rishni xohlamasa. Vahshiy ibn Harb o'zini qissasini aytib davom ettiradi. Islom, iymonga kelgandan keyin avvalgi qilingan gunohlarni Alloh kechirishligini bilar edim, lekin baribir Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qalbiga qanday qattiq jarohat yetkazganligimdan o'zim kechira olmas edim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etgunga qadar Rasulullohga ko'rinmadim. Ne baxt Rasululloh bilan zamonda yashashlik, ne baxt kalima keltirish, lekin Rasulullohning yuziga qarab o'tirishlikka Rasululloh man qilib qo'ydi. Chunki payg'ambarimizga yetgan ozor qattiq bo'lgan edi. Rasululloh vafot etdi va xilofat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu qo'liga o'tdi. Shunda bir qancha arab qabilalari dindan qaytib murtad bo'lib ketdi. Banu Hanif qabilasidan bo'lgan Musaylama ismli bir kishi o'zini payg'ambarlik da'vosi bilan olib chiqdi. O'zini payg'ambar deyer edi, Rasulullohga xat yozgan edi. Muhammad Rasulullohga Musaylama Rasulullohdan deb yozgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam javobini yozgan edi. Muhammad Rasulullohdan Musaylama kazzobga. Ya'ni yerni Yamanni senga berdi Alloh, Yamanni menga berdi mazmunda xat yozadi payg'ambarimizga. Rasululloh javob yozadi. Yer Allohning mulkidir, xohlagan bandasiga uni meros qiladi. Uni Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir qancha qo'shin chiqardi. Ana shu qo'shin chiqarganda Banu Hanif qabilasiga chiqqan qo'shin ichida Musaylamani yo'q qilishlik uchun chiqqan qo'shin ichida Vahshiy ibn Harb ham bor edi. Va o'zimga aytdim, ey Vahshiy, seni fursating keldi. Qilgan aybingni qo'limga Hamza ibn Abdul Muttolibni o'ldirgan nayzamni oldim. Va ana shu o'lim bog'chasida, Yamoma kunida o'lim bog'chasiga bordim va Musaylamani poylab topdim. Xuddi Hamzani o'ldirgandek payt poylab turdim, Musaylama qo'lida qilichi bilan shunday turar edi. Qarasam, menga o'xshab bitta ansoriy musulmonlardan uni poylayotgan ekan. U qilichi bilan turibdi, bu nayzasi bilan turibdi. Qulay fursat tug'ilganda nayzani otdim, Musaylamaga sayildi deydi. Saylishligi bilan hali ansoriy kelib turib choq tashadi. Alloh biladi kimimiz o'ldirdi deydi. Lekin Allohga qasamki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davridagi yashagan odamlarning eng yaxshisi bo'lgan Hamzani o'ldirgan odam, Rasulullohdan keyin yashagan odamlarning eng yomoni Musaylamani o'ldirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafot etgunga qadar bu sahobiy Rasulullohning yuziga ko'rmamasdan o'tib ketdi. Lekin bu kishilar o'tgan umridan qattiq pushaymon yeb, qolgan umrini Alloh va Rasulining rozi bo'ladigan yo'lda yashab o'tishga muvaffaq bo'lishdi. Alloh subhanahu va taolo ularning hayotini ibrat olishga nasib qilsin. Inshaalloh 8 rakat degan bitta sahoba. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, vassalatu vassalam